Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanali ko'ruvchilari. Bugun 23-may. Kungi subota. Biz Jalalabad oblasti Manas shahrida ot bozordamiz. Jilqi bozorida, ot bozorida deganday. Maşallah. Chaqchaqlar chiqib qolibdir. Chaqchaqlar chiqib qolibdir. Bir akamiz aytayapti, birinchi ot bozorga kirishim kerak ekan debchi. Nega desa, ot bozor erta menен erta qilib ketganda. Hozircha ot bozor tarab qolgan vaqt ekan. Xudoy buyursa, endi bozor birinchida Jilqi bozorga kiramiz. Hem postoyaniylar kiram men Jilqi bozorgacha. Shunday tarab ketgan uchun tartmay qo'ydim-da. Bugun kishdan olsa da tartib chiqarayım. So'zni ko'p uzatmasdan so'rab boshlaylik. Bismillah. Oldu. 400 ming so'mdek pishdi. Maşallah boylar biyik ekan, videoda qanday ko'rinyapti bilmayman. Boy примерно qancha bor? 65 ning üstü. Maşallah. Aka kishni bostirib qo'ymaysizmi? Yaxshi ekan. Maşallah. Yedim. Hayır. Lan dengin. Şeker. Çiftleşler özü gelip katıl odan. Al. Ya hocam normal saf geldi. Ondan bilip 227 50 95 he? Qiziqqanlar olsa, jil qayoqda bo'lyapti bu? Qaygarada bo'lyapti ekan, maşallah. 170 kami var. Qanchasi? Jangasi deydi, maşallah. Sen baqqan ot ekanda bular. Sen yaxshisan etgan, jo'sh ekan, ha? Maşallah bunaki. Maşallah bo'log ekan, ha? Tu bo'log ekan, ha? E'lari jo'q ekan. Maşallah ekan. Fotolar var ekan. Aka sizlardan emasmi? Alpaslan o'shandan alam berdi. Maşallah. Bizde bir kengrek şarda yaşaysizlar. 100 namlı kişilerek. Kengrek yerge çıkkanda birinci kıla turgan işim şu atalamı odayım. Maşallah. İşte bölükçe жақсы көрөм да bu nerselerdi. Ama meyaga çıkıp alıp turgan, bunu qanday ötөbөзөм bunda. Maşallah sekin. Sekin ötüp keteyli mi? Ha. Aylan ötüp turbay. 250 mingde otasiz. Balası erkek, urgaç. Erkek maşallah. 5-chi bolasi. 5-chi bolasi. Sağın bir. Jo'sh ekan, ha? Mingi bir. Ha, bunasichi? Al 155. 155. Balası? Erkek, urgachi. Urgaç o'xshaydi. Al, ko'ngil urg'ay qolgan o'xshaydi, maşallah. Ana qulun chiroyli ekan, ha? Erkek. Semiz. Sütü beda. Sütü beda. Maşallah. İnşallah buna beynin kulunu böyle yok ekan. Qarasanızlar. Üçüncü bolası 250 ming so'm beryaptir. Maşallah kulunu böyle. 2 aylık kulun, ha? Maşallah kulunu böyle ekan. Qarasanızlar, bu yoqlar kulunu maşallah. Yürü menen jilqi chiqqan bu. Maşallah mağdurun kulun. Nerede bir sarı var, şunu sıraladı. Yok mu? Alala kartana. Qanchadan ekan aka bular? Yo'q, lisans satma. Qanchadan aqtar? 180'den kami var. 180'den kami var inşallah. Tandamayga ekanda, ha? Tandaganga 180'den kami var deydi maşallah. 160'dan sıraladı atağında o doktorun. Noktalanganda 160 suradat deydi. Qancha? 325? Maşallah etler öte moşun ekan, senski. 325 ga satıldı deydi. Eko öteng öte. Senski. Boz nesmi bular qisir, ha?
Aqchasi qancha ekan aka buni? 115 dolar. 115 maşallah. Bazar qancha beryapti? 110 berişti. 110 berishdi deydi. Erkekdan. Erkekler. Durmayın ya o karar be. Görgülerçe kança arası. 110 ming so'mda o'tayotgan. Bozor 100 beryapti. Erkekdan. Erkek ha? Maşallah. Tim qara. O'qav. Juston erkekdaylar ha? Erkekler bağılgan. Bağılgan. Bozor qancha so'rayapti ha? 90dan so'rayapti. Maşallah. ...85'ten. Bozor qancha so'rayapti aka? 75-76. 75-76. Erkekdaylar ha bo'ldi, bordi ha? Aysi kanalı. 100 ming so'm. Sen çıkar ulan sen çıkar. Erkekday. Qancha Bay so'rayapti? Qancha so'rayapti bozor? 80. Maşallah. Ko'zlari bo'lakcha, buni ko'zlari. Çekil ekende. Sen çıkar ulan sen çıkar. Biz komentari maşallah chiroyli ekan ama. Maşallah. Erkekdaylar ha bunlar? Nasıl kız nakısı mı? Ha, nasıl kız ekan? Kız. Bir erkek bir ufak. Negizi erkeklar chiroyli bo'lsalar, buni qiz chiroyli ekan-da. Maşallah. Aqchasi qancha ekan aka buni? 120 dan. Bozor qancha so'rayapti? 125. Pazar her türlü sıra var. 120-125. 110 maça iyi sıra var. 125 bunisi ha? Ha. 120 narximiz. Maşallah. Narxi so'rayotgan ha bozor ha? Erkegi. Tomoshalashib aytyapman. Kommentariga ketchilar. Erkeklar o'zinglarni suluv sanab oldilar arqada. 20 acılıkta izleyenlerge numarayı da aytıp koyun. Oo, aytib qo'ying. 225 menen 68 68 68. Qayerda bo'ladi? Pazar kurbanında. Bozor Qurg'onda bo'layotgan, yaqin ekan. Yetti bu жақсы. Bozor Qurg'ondan izlaganlar bo'lsa, Bozor Qurg'onga yaqin, Jalloatdan izlaysangizlar, Jalloatga da yaqin Bozor Qurg'on. Maşallah. Jemjegan deydi. Eti yaxshi ekan. Videoda qanday ko'rinyapti? Ben eti yaxshi ekan. 20 yillik izlaganlarga chalaverasizlar. Videoda boshqa bormi? Bir de çok şille. Shunday. Chalib so'rab ko'rayotgansizlardan da. Qancha ekan bu tay? 105. Sen cho'ng'ayib qolibsan-a? O'zing ham cho'ng'ayib ketding-a? Meni esladingmi? Bir tayda ot tortdimmi? O, narxi chekada jilqi. Jilqi qaramab turadi. Eslading? Sen jashilab turib meni esdan chiqarib qo'ydingmi? Omada. Qirg'iz bozori. Qancha so'm bu? 105. Qancha so'rayapti bozor? So'raylikmi? Maşallah. Erkekday ha? Maşallah. 105 bin. 105 ming. Kishi narxi? 100 bin. 100 ming. Bozor qancha so'rayapti aka? Bundan 92'ye soralım. Bundan sırayla. Nam 92 ga so'radi dedingiz, ha? Jemda turganda bular, ha? Cemil. Eti yaxshi ekan, ha? Maka. Kimga kerak bo'lsa erkakdaylar, ha? Erkakdaylar ekan. 100 ming so'mdan erkakdaylar. Jemda turgan, ha? Etlar yaxshi ekan. O'zing baqdingmi? Bu yoqni tartish qiyin turganda. Bu yoqni tartolmaysiz. Yubileyimizlarga tinchlik amanlik, kelayotgan Qurbon hayit bayramingizlar bilan qilgan ihsonlaringizlar, qilgan ibodatlaringizlar qabul bo'lsin deb yaxshi o'zimizning qabul tilaklarni aytib ketamiz. Video yaxshi like bosinglar. Endi bozor ertaroq chiqadi. Ertaroq chiqqan harakat qilaman. Aka aqchasi qancha ekan buni? 720. Reseptler var gene. Şuraya bir can ayakta istiyorlar.